O'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan saduqiy diniy iqimdagilardan ba'zilari Hazrati Aysoning oldiga kelib, uningdan mundaq deb so'radi. Ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi o'lib ketib, ayoli tul qilib, farzand ko'migan bo'lsa, o'lguchining aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga ilib, qarinishi uchun nasl qoldirishi lozim deb yozgan. Burun 7 okfuqqa o'tgan ekan. Cho'ngi o'ylinib, farzand ko'may olamdan o'tibdi. Keyindiki inisimi tul qolgan yangisini amriga ilib, olamdan o'tibdi. Ondan uni 3-chi inisi elibdi. Shunda qilib 7-chisigacha hammasi uni elib chiqibdi. Lekin hech qaysi farzand ko'may olamdan o'tibdi. Oxir u ayolmi olamdan o'tibdi. Endi so'raydig'imiz shuki, qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi? Chunki 7 qarindoshning hammasi uning xotinlikqa olganda. Hazrati Ayso ularga mundaq javob berdi. Bu dunyoning odamlari xotin oladi, erga tegidi. Biroq o'lgandan keyin tirilib, arishda yashashga loyiq hisoblanganlar xotinmi olmaydi, ergimi tegmaydi. Ular farishtalarga o'xshash mangu yashaydi. Ular Xudoning farzandlari bo'lg'ashqa o'lgandan keyin tiriladi. Biroq o'lgandan keyin tirilish bormi yo'q degan savolga kelsak, tirilishning borlig'ini Musa payg'ambar o'zi isbotlab berdi. Chunki garchi ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yoqublar Musa payg'ambarga qaraganda burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Tavratdagi tikanlikning ko'yishi haqidagi bayonda Musa payg'ambar mundaq yozgan. Xudo men Ibrohim, Ishoq va Yoqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman degan. Demak, Xudo o'lganlarning emas, tiriklarning Xudosidir. Xudoning nazarida ularning hammasi hayotdir. Ba'zi Tavrat ustozlari, "Ustoz, yaxshi aytdingiz" dedi. Shuningdan keyin ular Hazrati Aysodan savol so'rashga petin olmadi. Keyin Hazrati Ayso ulardan savol so'radi. Kishilar qutqizuvchi Masihni podsho Davudning avlodi deb turibsa, qandoq bo'ladi? Davud o'zi Zaburda qutqizuvchi Masih to'g'risida mundaq degan-ku: Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, "Men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida dasatguncha, mening o'ng yonimda o'ltirg'in." Qutqizuvchi Masih podsho Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin podsho Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. Jamoat quloq silib anglayotganda Hazrati Ayso shogirdlariga mundaq dedi: Tavrat ustozlaridan paxas bo'linglar. Ular uzun to'llarni kiyishib elib, g'ojiy yurishga omroq keladi. Bozorlarda boshqalarning o'zlariga salom berib, hurmatlishini, ibodatxonalarda alohida o'rinda o'tirishni, ziyofatlardami to'rda o'tirishni yaxshi ko'radi. Ular tul ayollardan nab elib, ularning mol mulkini yavilib, ondan attay boshqalar ko'rsin deb uzundan uzun duo qiladi. Ular jazman texmu qattiq jazoga tortiladi.